Uyda mana shunday baliq qilishni o'rganamiz bugun. U uchun baliqni olib kelib, tozalattirib, yaxshilab yuvib olamiz 2-3 martadan. Keyin baliqlarni tuzlik suv taxlab solib qo'yamiz tuzlik suvga. Yaxshilab 1-2 soat o'shanga turadi, hech narsa qilmaydi. 1-2 soatdan keyin olib, suvini to'kib, un, ozgina murch, yana ozgina tuz qo'shib aralashtirdim-da. Keyin qizib turgan, shunday dud chiqib qizib turgan yoqqa pishirib oldim. 2 tarafini qizartirib, adden tarelkalarga olib sosini taxladim. Sos uchun pomidor, chesnok, ko'kat, piyoz, murch. Hammasini blenderdan chiqarib olamiz. Juda ham zo'r achchiqqina sos bo'ladi. Mazza. Odam yegisi keladi, yoqimli ishtaha.